Tak hello YouTube do'stlar, obunachilar, sizlar bilan birga deyman. O'sha cheka do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, ishlaringlar bo'lyaptimi? Xullas qalam do'stlar, obunachilar, bizning bugungi videomizda Minecraft lekin one block. Bu oddiygina one block emas. Bu horror one block o'yinini o'ynaymiz. Sizlar bilan birgalikda maza qilib, dam olib, adrenalin olib, maza qilib qo'rqishga janjalli qo'rqishga emas-ku. Birgalikda adrenalin olishga harakat qilamiz. Boshlanyapti. O'yinga kirishimiz bilan ovoz biroz qo'rqitishni boshladi. Birinchi navbatda mana shularni sintiraveramiz boshdanoq. Bolalar, sizlarga bitta narsani aytishim kerak-da. Ana endi men Minecraftga shader o'rnatdim. Bu bulutlarga emas, faqatgina oyga ish beradi. Bolalar, mana bu oyni qaranglar, go'zalligini dum-dumaloq. Hattoki qop-qora dog'largacha ham bor. Shuning uchun uni like bosinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunda unchalik zo'r narsalar emas-ku, lekin bo'ladi. Tak, tezroq buni sindiraveramiz. Bolalar, obunachilar, men hozir tun tushgunga qadar mana shu bloklarni kavladim, faqatgina mana shularni kavladim xolos. Lekin menga hozir bitta dona sunduq tushdi. U sunduqda esa yo-mayo, hozirda bo'la mana shu yerni biroz kattalashtirib olmasak, hozir nega bu qo'yilmayapti? Bola, mana nima bu? Bola, mana buni qaranglar. What the fuck? Mana bu qo'y og'zini qaranglar. Ko'zlari ham oppoqni, xuddi Herobrine o'xshaydimi? Lekin hozirgi sunduqda esa Herobrine chaqiradigan narsalar bor ekan. Ularni men cheksizdan olganim yo'q. Menimcha bu o'yinda xatolik bor. Bu yerlarni hozir biroz kattalashtirib olaylik. Tak. Qochib mana bolalar biroz kattalashtiryapmiz. Bolalar, qandaydir o'yinni hozirdan qo'rqinchli bo'lishni boshladi. Juda qo'rqinchli tus olyapti bu o'yin hozirdan. Men o'yinni boshidan bunaqangi qo'rqinchli holat bo'ladi deb o'ylamagan edim. Bolalar, bu qo'ydan ham o'yinning ovozi qandaydir odamni qo'rqityapti-chi. O'zi bugun boshqacha video olmoqchi edim. Qanaqadir birorta mod yoki karta bilan. Lekin birinchi navbatda ko'zimga mana shu karta ko'rindi. Shuning uchun mana shu kartada video olishga qaror qildim. Nega bu kartada video olishim kerak edi? Boshqa kartalar ham bor edi-ku. Negadir bu yana qo'yilyapti endi. Tak. Bolalar, shaderni qaranglar. Oyni qanaqangi realistik qilib tashlagan-a. Bolalar, mana bu oyni qaranglar, qanday realistik qilib tashlagan. Hattoki mana qora nuqtalarigacha bor. Yo-mayo, bolalar, agarda sizlarga ham xuddi mana shu shader kerak bo'lsa, mani Telegram kanalimdan topasizlar. Bolalar, Telegram kanalim esa videoning yo описаниесida
kommentariyada qoldiraman. Tezroq o'tinglar-da va mening Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Tak, bolalar obunachilar, haligacha sizlar ham mening kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Mana Chico Game kanaliga tezroq mana bu qora tugmadagi obuna tugmasini tezroq bosinglar-da va mana bu qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yinglar. Bolalar, meni bir-biridan qiziqarli videolarim bor. Zombilar dunyo bo'ylab tarqaldi. Tiniqli bazm va Skyblock videosi ham bor. Bu Skyblockda bir-biridan qiziqarli videolar bo'lgan, hattoki kulgili videolarim ham bor. Do'stlar, obunachilar, hattoki mening birinchi videoyim 10 daqiqada temir eshik yasash videosi ham bo'lgan. Bolalar, obunachilar, bizning reklamamiz shu joygacha xolos edi. Albatta, mana shu kanalga obuna tugmasini bosinglar-da va like bosinglar va kanalga ham obuna bo'linglar. Bizning maqsadimiz mana shu 261 ta obunachini 300 ta obunachiga erishtirish. Do'stlar, obuna bo'linglar va like bosinglar. Bolalar, unda reklamani ko'rib bo'lgan bo'lsalaring, videoyimizga qaytamiz. Bitta va mana bu yerni ham biroz kattalashtirib olaman. Ammo mana bu qo'y meni biroz qo'rqitmoqda. Xo'sh, hozir mana bu yog'ochlarni tezda maydalab olaman. Va mana bu savana yog'ochini ham maydalayman. Xo'sh, mana bitta verstak. Tak, verstakni mana shu yerga qo'yamiz. Va bir nechta cho'p. 8 ta, ana 12 ta keragidan ortiq. Xo'sh, bitta dona yo'q, tapor emas, mana qilich yasaymiz. Va mana bu qo'yni urib ko'ramiz. Bu qo'yni juni tikka ekan. Yo, bolalar, mana buni qaranglar, qo'llari ham sachrab ketdi. Kelinglarda, ana endi hozir Minecraft bizga bergan mana o'sha Herobrine chaqiradigan narsalarni ishlatib ko'ramiz. Bizga 8 ta oltin blok va bu va o'yinchining boshi 1 2 negadir o'yin qotishni boshlayapti. 3 1 yo'q. Bitta mana buni xato qo'yib yubordim. Esiz. Ana endi qachon temir kirka chiqsa, ana o'shanda kavlab olaman. Ungacha hozircha mining qilib buni chopib turaveramiz. Nima? Yo'q, hali hech narsa chiqqani yo'q ekan. Hozircha buni tezroq kavlaymiz va yana kavlayveramiz. Vardin chiqdi hattoki. Bola Vardin. Qanaqa qilib Van blogda Vardin chiqishi mumkin? Bu horror edi-ku. Horrorda qanaqadir qo'rqinchli mavjudotlar chiqishi kerak edi-ku. Nahotki Vardin chiqqan bo'lsa? Yo bola, biza ana endi bu Vardinni qanaqa qilib bo'lmasin tushirib yuborishimiz kerak. Xo'sh, menda bitta plan bor. Biz hozir Van blogning ustiga chiqib olamiz va uning chekkasidagi bloklarni tezroq kavlab tashlasak, Vardin u yerga o'ta olmaydi. Yo'q, Vardindan qochaman deb o'zim tushib ketyapman.
Nahotki Van Blok o'yinida Varden chiqsa, o'lish effektlari ham biroz qo'rqinchli. Bularda shunisindir, tak bitta bo'lsa ham hozir qimirlamaganim yo'q. Vardenni ko'rdilaringmi? Varden bitta blokdan qanaqa qilib qanaqa qilib o'tib ketdi? Bunga ikkita blok kavlash kerakmi shunda? Tezroq. Vardendan qutuldik. Lekin mening anchagina narsalarim yerga tushib ketdi. Yo'q, bu emas ekan. Voy, mening narsalarimni sandiqqa qo'yishim kerak edi. Bola Varden chiqdi-ya. Bu yog'ochlarni tez omedlab olaylik-da. Bu yoqqa yana 8ta. Yo'q, hozir nimadir bo'ladi. Aniq nimadir bo'ladi hozir. Ko'nglim sezyapti, hozir aniq nimadir bo'ladi. Bu yoqqa ham bitta. O'yin biroz qotyapti. Bu karta atayin kompyuter uchun chiqarilgan, lekin men buni telefon versiyasini topdim. Agarda sizlar ham xuddi shunaqangi qo'rqinchli Van Blok o'yinini o'ynamoqchi bo'lsangiz, bu kartani yuklab olib o'ynashingiz kerak. Bu kartani sizlar Telegram kanalimdan topishlaring mumkin. Telegram kanalimga silka kommentariyada yoki описаниеda bo'ladi. Ular hozir tezroq chopib bitta dona tapor yasab olishimiz kerak. Tapormi? Nima bo'lsa ham yasaveramiz. Hech buni maydalaymiz. 3, 12ta. 1, 2. Yo'q, hali beri hech narsa chiqmasin. Men tarni ochdim. Yana tarni ochyapman. O'sha bitta dona tapor va bitta dona lopata. Bir sunduqqa ham yetar ekan. Qanday sunduq? Mana bitta sunduq yasab olib, sunduqni esa mana bu yerga qo'yib qo'yaman va mana bu yog'ochlarni ana o'sha sunduqqa solib qo'yaman. Endi bo'ldi. Buni kavlaymiz. Qovoq. Nimadir paydo bo'ldi. Yo'q, hali hech narsa paydo bo'lmagan ekan. Mana shu oldinga Van Blokning ustiga chaqmoq urdi. Yo'q. Tezroq buni sindirishimiz kerak. Yog'och, loy. Bolalar, agarda mana shu videoning prosmotri yana 200 tadan oshsa, bu videoning ikkinchi qismi aniq chiqadi.
Shuning uchun hozirdan layk bosinglar va kanalimizga obuna bo'linglar. Videomiz mana shu joyda yakunlanadi. Sizlarga biroz bo'lsa ham qiziq bo'ldi degan umiddaman. Endi bunda nima berdi? Nima? Suv. Mana daraxt beribdi. Hozircha daraxtdan muammo bo'lmaydi menimcha. Bu yoqqa buni esa bu yoqqa ekamizda. Bo'ldi obunachilar, videomiz shu joyda tugaydi. Hammaga xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Chiko bo'ldim. Videomiz shu joyda tamom.